Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Xitoy Trampdan himoyalanishga qaror qildi. Vladimir Putinning jimligi nimani anglatadi? Qishki hujum ssenariysi ishga tushdimi? Tramp shoshilishi kerak. Medvedev Grenlandiya Rossiyaga qo'shilishi mumkinligini aytdi. Rossiya omili va nozik demokratiya Maya Sandu Moldovani saqlab qolish uchun keskin yo'l tanladi. Solovyovni bepush chiqishi majruhligi alomati Alisher Qodirov. Eron mamlakatdagi noroziliklar fonida AQSh bilan aloqaga chiqdi. AQSh hatto yadroviy qurol bilan tahdid qilsa ham Grenlandiyani topshirmaymiz, daniyalik deputat. Rossiya Federatsiyasidagi hamyurtlarimiz diqqatiga, agarda sizga registratsiya, продление, трудовой договор, уведомление va shunga o'xshash huquqiy yordamlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekraningizdagi raqamlarga bog'lanishingiz mumkin. Xitoy Trampdan himoyalanishga qaror qildi. Agar AQSh Eron bilan hamkorlik uchun Amerika yetakchisi Donald Tramp tomonidan tasdiqlangan 25% bojlarni qo'llasa, Xitoy o'zining qonuniy manfaatlarini qat'iy himoya qiladi. Bu haqda Xitoy Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mao Ning ma'lum qildi. Taraflar urushida g'oliblar bo'lmaydi. Xitoy o'zining qonuniy huquq va manfaatlarini qat'iy himoya qiladi, deydi u. Xitoy diplomatining aniqlik kiritishicha, Pekin bunday masalalar bo'yicha aniq va o'zgarmas pozitsiyaga ega. Eslatib o'tamiz, AQSh prezidenti Tramp Eron bilan hamrohlik qilayotgan barcha davlatlarga nisbatan 25% bojlar joriy etdi. Bu Eron Islom Respublikasida norozilik to'lqini boshlanib, tartibsizliklarni uyushtirish mas'uliyatini AQSh va Isroilga yuklaganidan keyin sodir bo'ldi. Amerika yetakchisi Tehronga qarshi kuch ishlatishni istisno qilmadi. Vladimir Putinning jimligi nimani anglatadi? Qishki hujum ssenariysi ishga tushdimi? Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy mamlakat razvedkasi qo'lga kiritgan so'nggi ma'lumotlarga tayanib, Rossiya yaqin kunlarda Ukraina hududlariga qarshi yangi keng ko'lamli hujumlarni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Moskva qishning sovuq sharoitida taktika sifatida foydalanib, dronlar va raketalar orqali Ukrainadagi havo hujumidan mudofaa tizimlariga bosimni kuchaytirishni ko'zlamoqda. Zelenskiy bunday zarbalar energetika infratuzilmasi, transport tarmoqlari va yirik shaharlarni nishonga olish mumkinligini ta'kidlab, fuqarolarni havo xavfi ogohlantirishlariga qat'iy amal qilishga chaqirdi. Shuningdek, u davlat idoralari va harbiy tuzilmalar to'liq jangovar shaylikka keltirilganini, ittifoqchilar bilan havo mudofaasi bo'yicha muvofiqlashtirish kuchaytirilganini bildirdi, hamda vaziyat keskinlashishi ehtimoli yuqori ekanini ochiq aytib, jamiyatdan ogohlik va birdamlikni saqlashni so'radi. Tramp shoshilishi kerak. Medvedev Grenlandiya Rossiyaga qo'shilishi mumkinligini aytdi. Rossiyaning sobiq prezidenti va hozirda Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Medvedev AQSh prezidenti Trampni Grenlandiya masalasida shoshilishga chaqirdi va orol aholisi Rossiyaga qo'shilishi mumkinligi haqida keskin bayonot berdi. Bu haqda TASS agentligi uning X sahifasida yozgan postiga tayanib xabar berdi. Medvedevning fikricha, yaqin kunlarda Grenlandiyada Rossiyaga qo'shilish bo'yicha tezkor referendum o'tkazilishi mumkin. Shu bois u Trampga do'stona maslahat bergan. Tramp shoshilishi kerak. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, bir necha kun ichida Grenlandiyada shoshilinch referendum bo'lib o'tishi mumkin. Unda Grenlandiyaning barcha 55 ming aholisi Rossiya tarkibiga qo'shilish uchun ovoz berishi mumkin. Shundan keyin esa tamom, bayroqda yangi yulduzlar bo'lmaydi. Rossiyada esa yangi allaqachon 90-federal subyekt paydo bo'ladi, deb yozgan Medvedev X'da. Medvedevning aytishicha, agar Grenlandiya egallab olinsa, Tramp yangi lavozimga ega bo'ladi. Grenlandiyaning vaqtincha prezidenti. Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi, surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan, siz izlagan tabiiy yechim. Rossiya omili va nozik demokratiya Maya Sandu Moldovani saqlab qolish uchun keskin yo'l tanladi. Moldova prezidenti Sandu agar Ruminiya bilan birlashish bo'yicha referendum o'tkazilgan taqdirda ushbu tashabbusni qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Prezidentning ta'kidlashicha, Yevropa Ittifoqi va NATO a'zosi bo'lgan qo'shni Ruminiya bilan birlashish Moldovaning nozik demokratiyasini Rossiya bosimidan himoya qilishga yordam beradi. Kichik davlat uchun yashab qolish qiyinlashmoqda. 2025-yilning sentyabr oyida bo'lib o'tgan saylovlarda yangi mandatga saylangan Maya Sandu
Sandu Rossiyani mamlakat ichki ishlariga aralashishda bir necha bor ayblab kelgan. Agar referendum bo'lganida men Ruminiya bilan birlashish uchun ovoz bergan bo'lardim. Dunyoda nimalar bo'layotganiga e'tibor bering. Moldova kabi kichik davlat uchun demokratiya sifatida, suveren mamlakat sifatida yashab qolish va albatta Rossiyaga qarshilik ko'rsatish borgan sari qiyinlashmoqda, dedi Sandu 1-yanvar kuni e'lon qilingan intervyuda. Ma'lumotlarga ko'ra, qariyb 1,5 million moldovalik Ruminiya fuqaroligiga ega. Biroq so'nggi so'rovnomalar aholining faqat 3dan 1 qismi ikki davlatning qayta birlashishini qo'llab-quvvatlashini ko'rsatgan. Sandu ko'pchilik moldovaliklar uning bu pozitsiyasini ma'qullamasligini tan olib, hozirgi sharoitda Yevropa ittifoqiga integratsiyalashish realroq maqsad ekanini qo'shimcha qildi. Moldova hukumati 2030-yilgacha YEIga a'zo bo'lishi rejalashtirilmoqda, ammo buning uchun Rossiya qarshiligi fonida qiyin islohotlarni amalga oshirishi lozim. Ukraina bilan ham chegaradosh bo'lgan Moldova Ikkinchi jahon urushi oralig'idagi davrda Ruminiya tarkibida bo'lgan. Ikkinchi jahon urushi vaqtida Sovet ittifoqi tomonidan aneksiya qilingan va 1940-yildan ittifoq respublikasiga aylantirilgan. Mamlakat 1991-yilda SSR parchalanishi ortidan o'z mustaqilligiga erishgan. Savalyovni bepush chiqishi majruhligi alomati. Alisher Qodirov. Rossiyalik telejurnalist Vladimir Savalyovni bepush chiqishi uning chorasizlik va majruhlik darajasidan dalolat bermoqda. Bu haqda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikerining o'rinbosari Milliy tiklanish partiyasi raisi Qodirov o'zining Telegramdagi kanalida yozdi. Uning aytishicha, rus shovinistlarining chiqishlari yangi muammo emas. Xalqaro huquq asoslarini buzishga da'vat Markaziy Osiyoda harbiy harakatlar haqidagi provokatsiyani sovuqqonlik bilan qabul qilish kerak. O'zbekistonda o'zaro manfaatli va amaliy ruhdagi tashqi siyosat yuritish hamda barcha do'st davlatlar bilan xalqaro huquqning e'tirof etilgani tamoyillari asosida hamkorlik qilish davlat siyosatining ustuni bo'lib qolaveradi. Rossiya ovlarida tinmayotgan bayonotlar ikki davlat o'rtasidagi keng qamrovli strategik sheriklik va ittifoqchilik darajasidagi munosabatlar ruhiga nafaqat zid, balki buzuvchi ta'sir ko'rsatmoqda. Parlament spikerining o'rinbosari so'zida davom etarkan, Markaziy Osiyo xavfsizlik, barqarorlik va ahil qo'shnichilik mintaqasi o'sish uchun yangi imkoniyatlar ochayotgan jadal taraqqiyot va hamrohlik makoni bo'lishi bilan birga har qanday tajovuzga jiddiy javob berishga qodir qondosh davlatlar bilan bir bo'lgan hudud ham ekanini urg'ulagan. Uning alohida urg'ulashicha, Savalyovning bepush chiqishi uning chorasizlik va majruhlik darajasidan dalolat bermoqda xolos. Eron mamlakatdagi noroziliklar fonida AQSh bilan aloqaga chiqdi. Eron mamlakat ichida kuchayib borayotgan norozilik namoyishlari va tashqi bosimlari fonida AQSh bilan yashirin diplomatik aloqalarni faollashtirdi. Ekos nashrining xabar berishicha, Eron tashqi ishlar vaziri aroqchi dam olish kunlari AQSh prezidentining maxsus vakili Steve Witkoff bilan bevosita bog'langan. Mazkur muloqot Tehronning hozirgi murakkab vaziyatda keskinlikni pasaytirish yoki Washington tomonidan yangi siyosiy va iqtisodiy choralar e'lon qilishidan oldin vaqt yutish istagi bilan izohlanmoqda. Manbalarga ko'ra, Eron rahbariyati ichki noroziliklar chuqurlashib borayotgan bir paytda xalqaro bosimning yanada kuchayishini xavf sifatida ko'rmoqda. Shu sababli AQSh bilan aloqa o'rnatish orqali ehtimoliy sanksiyalar, siyosiy izolyatsiya yoki xavfsizlik sohasidagi keskin qadamlarning oldini olishga urinmoqda. Suhbat chog'ida tomonlar yaqin kunlarda yuzma-yuz uchrashuv o'tkazish imkoniyatini ham muhokama qilgan. Bu esa uzoq vaqt sovuqlashib qolgan aloqalarda yangi diplomatik kanal ochilishi mumkinligidan darak beradi. Umuman olganda, Eron va AQSh o'rtasida ushbu ehtiyotkorona aloqalar hozircha aniq natijalarga olib kelgani yo'q. Biroq u mintaqadagi siyosiy vaziyat va kelajakdagi qarorlar uchun muhim signal sifatida baholanmoqda. AQSh hatto yadroviy qurol bilan tahdid qilsa ham Grenlandiyani topshirmaymiz, daniyalik deputat. Daniya parlamenti a'zosi Rasmus Jarlov Grenlandiya masalasida keskin va qat'iy pozitsiyani bayon qildi. Uning so'zlariga ko'ra, hatto AQSh tomonidan eng og'ir bosim yoki yadroviy qurol bilan tahdid bo'lsa ham, Grenlandiya Daniya tomonidan hech qachon topshirilmaydi. Jarlov bu bayonotni shunchaki siyosiy shov-shuv yoki kuch ko'rsatish maqsadida aytilmaganini ta'kidlab, Daniya kichik davlat ekanini, harbiy va siyosiy salohiyat jihatidan AQSh bilan tenglasha olmasligini ochiq tan oldi. Shunga qaramay, u suverenitet va hududiy daxlsizlik masalasida hech qanday murosa bo'lishi mumkin emasligini alohida urg'uladi. Deputatning fikricha, Grenlandiya masalasi nafaqat geosiyosiy manfaatlar, balki xalqaro huquq, tarixiy mas'uliyat va Grenlandiya aholisining irodasi bilan chambarchas bog'liq. U Daniya hukumati ushbu hudud ustidan nazoratni kuch bilan emas, balki qonuniy asoslar va demokratik tamoyillar orqali amalga oshirib kelayotganini eslatdi. Jarlovning ta'kidlashicha, yirik davlatlar bosimi qanchalik kuchli bo'lmasin, Daniya o'z hududlari bo'yicha qarorlarni mustaqil qabul qiladi va Grenlandiya taqdiri tashqi tahdidlar evaziga hal etilmaydi. Mazkur bayonot Arktika mintaqasidagi strategik raqobatlar kuchayib borayotgan bir paytda yangradi. Grenlandiyaning geostrategik joylashuvi, tabiiy resurslari va harbiy ahamiyati sababli u yirik davlatlar e'tibor markazida qolmoqda.
Rasmus Jarlovning chiqishi esa Daniya siyosiy doiralari Grenlandiya masalasida qat'iy chiziqdan chekinmasligini, hatto eng keskin bosim sifatida sharoitida ham bu hududdan voz kechmasligini ochiq ko'rsatdi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.